Mana esni olsizlarmi akalar? Bu nima edi bu chiqqan edim-ku? Shahboz nima edi bu? Ha? Aytmayman man. Yo'q, Gollandiyada qo'ygandik-ku. Bu narsa. Qildimi o'sha egasiga? Ha, aytishdi. Kolarabiymi? Kolarabiy. Kolarabiy ajoyib narsa ekan. Takisitsga bu o'sha Gollandiyada dalada ko'rsatgan edik. Qisqasi piyozlar akalar takisits piyoz bo'yicha juda nomer 1 ekan. Shunaqami Shahboz? Akalar men piyoz bo'yicha shug'ullanmayman. Piyoz bo'yicha o'rmon alagan o'zi yetadi. Olib boradilar. Lekin Shahbozni nomerini yozib qo'yibman. O'sha sabz urug' bo'yicha, karam urug' bo'yicha, mana bu piyoz urug' bo'yicha Shahboz o'ziga chiqaverasizlar. Takisitsi zo'rlari bor, mana piyozi. Bonusi ham bor, ko'rsataylik. Hali bonusni ko'rsataylik. Juda ertaki bu. Ha bu ertaki yirik bo'larkan bu. Yirik bo'ladi. Bizda O'zbekistonda yirik piyoz yoqtirmaydi lekin, bilasizmi? Ha, endi bularda yirigini olib kelib qo'ygan. Maydalari ham bormi? Bizda mana shu. Bizlarning O'zbekistonda mana shuni juda yaxshi ko'rishadi, maza qilishadi. Bu qisqasi har xili bor ekan, bundasidan bor ekan. Bu yerda 120 kunlik bu yerda. Bu yerda. Bu bonus ekan. Bu bonus eng ertaki ekan. Qisqasi takini piyozlarni ham Shahboz o'ziga chiqaverasizlar. Alloh barakalarni bersin. Assalomu alaykum.